umuman tablora yonmagan holatda zaryad qilsangiz 10 ming so'mga to'ladi aka. Uzunligiga ham olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Arqa tomonidan alohida e'tibor beramiz mana. Arqasidan ko'radigan bo'lsa, orqadan ko'rgan odam aniq Porsche deydi. Aniq Porsche deydi. Biriga bir. Hozir Abdulaziz bilan ko'rishimiz kerak. Qanaqadir mini car bor deydi. Ana ko'ramiz bu qanaqa mini car. Nima bu? Porsche. Mana Samandar aka imini siz so'ragan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, hormasinlar. Aka, kutganingizga yarasha bo'ldi. Haqiqatan ham bitta bo'ldi, yagona bo'ldi. Rangiga ham alohida e'tibor berasiz. Porsche Cayenne mini varianti. Elektronikasi. Rasa xalqimiz bop aka, bez rasxod. Buni hozir rasxodini aytadigan bo'lsam, o'z hayron qolasiz. Bunaqa rasxodga bunaqangi kilometr berishi juda ham qiyin. Hali yana batafsil gaplashamiz, Hozir buni aka test drive qilamiz. Ko'pchilik so'rashdi bizdan, tekis yo'llar qanaqa yuradi? Bizniki misol qishloq sharoiti, shag'alli yo'llar qanaqa yuradi, notekis yo'llar qanaqa yuradi degan so'rovlar ko'p bo'ldi. Kilometri qancha? Eng asosiysi narxi qancha? Hamma yoqda har xil narx aka. Shuni bitta aniqlik kiritamiz. Po faktu zavod narxi, hamma xarakteristikasini, ma'lumotlarni birgalikda xudo xohlasa berib boramiz. Hamma ma'lumotlar birin-ketin ochish boshlaymiz. Ungacha siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz. Bu mashinaga bitta like bosmasangiz o'zi uyat bo'ladi. Haqiqatan turishini qarang. Hozir mana moykadan olib chiqdingiz, sveji suvlari bilan turibdi. Endi video obzorimiz ham aka jaydaricha bo'ladi. Unaqa deganda, bunaqangi hali yondashi boshqa emas, borini bor, yo'g'ini yo'q deb ko'rsatamiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Test drive qilaylik bo'lmasam. Endi buni mini car deganga yarasha, saloni ham moshinanikiga o'xshaydimi? Talabga javob beradimi, nima deysiz? Salonda keladigan bo'lsa, hozirgi oxirgi model mashinalarda nima qulayliklar bo'lsa, hammasini tiqqanmiz. Sensorli monitor, multifunktsional rul. Endi oddiyroq qilib aytadigan bo'lsa, qo'l boshqaruvi bilan sensorlar boshqariladi. Sensorni aka yana. Rulimizdan aka fonli ovozini balandlab, pastlab, qo'ng'iroq kelsa ko'tarib, xavfsizlik kamarlari, sportivniy sidenalar aka, rechaklarga ham alohida e'tibor berasiz. Buni salon rangiga ham alohida e'tibor berasiz aka. Zo'r lekin. Salon rangi Tiffany oq kombinatsiya bo'lgan, perforatsiyali salon. Ya'ni yozib o'tirganingizda ham aka terlatib tashamaydi. Keyin ikkinchi qulayliklardan biri elektronli oynalar qo'yilgan. Oynalar emas. Ha, yo'q, mexanika emas, mesarovka emas. Ko'tarilishiga ham e'tibor bering. Tezda javob beradi aka. Zo'r. Bunga bemalol 4 kishi, 5 kishi sig'ib ketadi. 5 kishi bemalol sig'adi. Oldilari ham разделный сиденье aka. Jidki tormoz ham aka. Bular kalotka emas. Hozirgi mashinalarda jidki tormozdaqa. Kalonkalari ham, akustikalari ham yaxshi akustikalar qo'yilgan. Hozir sizga salonda ashyonalarni ko'rsataman, svetlarni ko'rsataman. Ko'p gapirganda o'tiraylikda, haydaylik. Ketdi. Monitorlariga lekin 5 ketdimi? Sensor ekan. Qarang. Qanaqa funksiyalar bor endi? Hop, telefonga ulaysiz aka. Telefonga ulaganingizdan keyin o'zi bossiz mana Bluetoothga qo'ng'iroqlaringiz, kontaktlaringiz hammasi ulanadi. Hozir bizga ulanmagan chiqib keladi bu yerdan kontaktlaringiz. Ovozni baland past qilsangiz bo'ladi, yorug'ligini baland past qilsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'chirib qo'yasiz, yoqasiz. Bu yerda multimediada aka, multimediada qanaqangi funksiyalar bor, nastroykadan ham ko'rib boshqarib ketishingiz mumkin. Ruscha qilsa bo'ladi aka. Yana qiladigan ishingiz, o'chirib qo'yishingiz bo'ladi. Bu yerdan USB porti bor aka. Bunimizni konditsioner pechkasi bor, hozirgi yozgiga yoqib qo'yasiz. Konditsionerda mana işte o'zi freonlari ishlab, sovutishda boshlaydi. Undan keyin pechkasi bor aka. Tepada svetlarimiz bor. Salonning ichida qulaylik ko'p aka. Aytganimdek, nima kerakli narsa bor, hammasi bor aka. Qani bo'lmasa, sekin ketaveramiz. Ketaveramiz, ha? Bismillah. Endi razgonni ko'ramiz. 1 2 3. Yamanlarga tushishini qarang. Tupchada o'sha bu. Qo'lni shu izolyatsiya bo'lgan. 50 ga chiqdik o'sha. Tezligi yaxshi. 60. Maksimum 70 km/soat tezligi. Bitta zaryadka bilan qancha yuradi? To'liq zaryadka bilan 100 km dan oshiq yuradi aka. Gelvi 100 amperli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Katta 100 amperli, eng maksimumimiz 100 bo'ladi Gelvida. 100likdan 5 ta qo'yilgan. Qishda hisob qilib aytilyapti. Zavod bergan kafolat 100 km plus. Yozgi havolarda 130, 140 yurib beraveradi. Endi nagruzkaga ham bog'liq. Bitta o'zingiz haydasangiz ko'proq yuradi. 5 kishi bilan bo'lsa, o'sha nagruzkaga qarab turib kilometrlar 5-10 kilometr pechka konditsionerlarda yoqsangiz farq berishi mumkin. Unda ham katta farq bermaydi. Zo'r. Salonning ichini ashyonalarni ko'ring aka. Yamalarga tushishini ko'ring. Nasringizni ko'taradi aka. Qisqa yo'llarga
ayollarga olib bergani, yosh katta otamlarga, misol tezlik xushlamaydigan qisqa yo'l masjidlarga borib kelgani, aka, misol choyxonalarga chiqib kelgani, bolalarni bog'cha maktabdan ayollarga olib kelgani, haqiqatan ham ideal variant shu aka. Zo'r. Narxi ham yaxshi chiqqan, narxi ham juda ham byudjetli, olib haydashlik aka zo'r. Bemalol Matizlarga, Sparklarga bemalol konkurensiya qila oladi aka bu narsa. Buni hozir mana 100 km yuradi deng o'rtacha. 100 km yurish uchun qancha rasxod qiladi? Qanchaga to'ladi bu? To'liq 0 dan 100% gacha aka 0 holatda bo'lsa, umuman tablora yonmagan holatdan zaryad qilsangiz 10 ming so'mga to'ladi aka. 10 ming so'm. Serios 10 ming so'm? 10 ming so'mga 100 kilometrdan oshiq yuradi aka. Bu ham juda ham tekin. U bez rasxod. Umuman bez rasxod, kerakli zo'r joyi shu aka. Qarang, o'zi hozirgi kunda o'zi bemalol yozda konditsionerlar, oddiy mashinalar yoqib yursangiz, 150 ming 200 ming kuniga o'rtacha rasxod qiladi mashinani. Lekin 10 ming so'mga konditsioner pechkalari bilan full komplektatsiya. Mana Matiz keldi, ko'rsatishingiz mumkin. Hozir yoniga qo'yib, bemalol odamlarga solishtiramiz. Kattami, kichkinami qanaqa? Qana gabarit farqini ko'ramiz. Videodan bitta o'zi tursa sal kichkinaga o'xshab tuyuladi, lekin mana real Matiz bilan ko'ring. Uzunligiga ham olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Arqa tomonidan alohida e'tibor beramiz mana. Arqasidan ko'radigan bo'lsa, orqa tomon ancha bemalol qancha desa bo'ladi? 15 sm, 20 sm uzun. Orqa tomonidan. Zo'r. Keyin bo'yini ham qarayapman, Matizdan deyarli shoxidan ham baland turibdi. Ha, mana qarang, ko'rishingiz mumkin 10-15 sm orqasi uzunroq turibdi Matizga qaraganda. Bo'yiga ham aka shoxi bilan turibdi Matiz. Balonlarimizni ko'rishingiz mumkin aka 13 razmerli 165 ga 70 likdan qo'yilgan R13 diskalarni ko'ring aka, juda ham chiroyli aporniy disklarda turibdi aka. Zo'r. Orqalari ham juda boshqachada aka. Hozir men svetlarni yoqib ko'rsatay sizga. Orqadan ko'rgan odam aniq Porsche deydi. Aniq Porsche deydi. Biriga bir. Turishlari, o'rtadagi yozuvlari, Princess, haqiqatan ham hali sportivniy modelni beradi-da, qandaydir aka. Shunaqa. Buni skuter deb o'zingiz aytmasangiz birov sezmaydi. Bu haqiqatan ham premium zapchastlar bilan yig'ilgan mahsulot. Zapchastlari bo'yicha ertarangi xarid qilingandan keyin muammo bo'lmaydi. Chunki zavoddan xarid qilishyapti. Qanaqa zapchas kerak bo'lsa, o'zimizda hamma zapchasi bo'ladi bu narsani. Akkumulyatorda yangiroq yo lition qo'yaylik desa, lition bosib beramiz aka. Nima kerak bo'lsa, hamma zapchaslari, mahsulotlar o'zimizda bo'ladi. Mahsulotni o'zi ham aka, qarang o'zi. Hamma yo'q, oldi orqalari polniy shumizolyatsiya qilingan. Material ham skuterning materiali emas, mashinaning materiali. Yo'q, buni skuter deb bo'lmaydi aka buni. Buni mini car desangiz bo'lishi mumkin aka. Porsche mini car desangiz, Bodo mini car, o'zi mahsulotlarimiz ko'rgansiz aka. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Sensorning datchiklari bor. Devorga aqillatsangiz, mana shu datchik sezadi. Ti-ti-ti-ti qilib o'zi sizga signal beradi aka. Zadniy kamera, hamma yo'qlari bor. Qarang Samandar aka, imенно Matizda olib keldik. Balonni ko'zipini ko'rib chiqyapmiz. Balonni ham ko'rishingiz mumkin. Shirokiyligi deyarli bir xil. Ikkalasida ham R13 balon turibdi, lekin mana bu diskaga ham ovqatda sportivniy vid beradi. Lekin Matiz best o'ziniki ham boshqacha vid. Kimga qanaqa? Kimga Matiz best yoqadi? Kimga Porsche mini carimiz yoqadi elektronik. Endi mexanika avtomat akalar. Ya'ni avtomat mexanik. Kimga qulayligi bor, kimga buni qulayligi bor. Men Matizda olib kelib turib buni yaxshilab yoki boshqa narsa emas. O'zlaring uchun vizual ko'ringlar degan maqsadda olib kelib qo'ydik. Mana ko'rishinglar mumkin. Tarlicha bor, lekin haydash jihatidan, komfort jihatidan ham o'zlaring farqini yozib, o'zi farqini sezganlar kommentariyaga bitta yozib, ma'lumotini yozinglar. Endi buni hammaga qiziq joyi narxiga to'xtalsak, qancha chiqyapti? Narxini aytamiz, obunachilar ko'rishdi mana. Tekis yo'lda ssenariy, polni hamma yog'ini tushuntirdik. Ichkarida hozir shahar yo'lda ko'rsatdik aka. Polni nimasi bor, yo'q, hammasini ochilib berdik. Narxi aka, elektromobillarimiz bunaqalar chuquli bor hozirgi kunda O'zbekistonda. Bododa Porsche modelimiz bor aka, tayyor mahsulotlardan. BYD siglimiz bor, qo'yib ketamiz, videosini qo'yganmiz. Mini Bodo mini carimiz bor. Chuqul hozir bor. Mini carimiz, Bodo mini carimiz 2200 qilib beramiz aka. BYD siglimiz 2400 ga qilib beramiz. Hammasini oq qora rangi bor. Porsche modelimiz aka, obunachilar maza qilib olib haydashlari uchun 4.5 ming qilib beramiz. Xudo xolasa, kelsa yoki mana shu pastdagi nomerlarga aloqa qilsa, kelishtirib aka, sunnatiga o'tib berib, xudo xolasa aka duolarni olib, baraka qilamiz. Tepasida yoki bo'lmasa telefonda aloqaga chiqsa, Bodo haqida fikrlaring qanaqa? Shuncha mana O'zbekistonga xudo xolasa yangiliklar qilyapmiz. Elektrokarlar bo'yicha byudjetliroq xalqimiz bob narxlar qo'yapmiz turbalonliklarda. Hali ko'rmaganman aka. Eng arzon BYD ham 13 ming 14 ming dollarda. Eng arzon BYD sigillari. Lekin mana 4.5 ming maksimum narxi. Eng arzonlari 2200 dan deyapmiz.
Bunaqa narx aka faqatgina qayerda bo'ladi? Bo'ldi. Qo'doda bo'ladi. Shuning uchun zo'rlan o'tkazib olmaslik uchun a'zo bo'linglar. 4,5 ming narxi. Kelasizlar, xudo xolasa tepasida yana gaplashamiz, xudo xolasa kelishtirib, barakani qilib, maqsad sotish, sizlarga ham yaxshi narsani ravo ko'rishak. Yomon narsani olib chiqib reklama qilmaymiz, og'zimizni so'ldirib maqtamaymiz. Kelsin, ko'rsin aka, xudo xolasa yangi narsa salafarlar bilan turibdi mana. Beramiz akajon. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganmiz, obuna bo'lib qo'ying. Bundan qiziqlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Bodo yo'lingiz biz bilan doimo yorqin.